Kech bo'lganda yana bitta foydali video sizlarga. Nima foydali video bo'lsa qo'yayotibman sizlarga. Bitta like bosib chiqib ketinglar. Prosmotr ming milliongacha chiqib boradi prosmotr, like'lar soni, kommentariyalar yo'q. Mana bu narsa oddiy. Ko'p joyda sotadi. Elektrический magazinlarda, bitovoy texnika sotadigan magazinlarda 15 ming yo 20 ming so'm turadi, lekin juda foydasi katta. Bu nima narsa desangiz, buni olib kelasizlar bunday qilib. Masalan, uyingizda mana shunday turgan rozetka toklarga uy sharoitida tiqasiz. Mana 213 volt tok bor ekan mana uyda. Oddiy narsa. Men bu narsadan ko'p foydalanaman, chunki mana Toshkentda Sergeli tomonlarda 170, 165 ko'rsatadi. Chorsu tomonlarda ham bir ikkita uylarga borganimda juda past ko'rsatdi. 159 ko'rsatadi. Aka deydi, bitovoy texnikalarimiz qiynalib ishlayapti. Aristonlarimiz aytganimizdek qizdirmayapti deydi. To'xtang qani deb bunday tiqsam 160 tok ko'rsatadi. 220 bo'lish kerak-ku. Mana 210 normal. Men aytaman 200 dan pasaydimi, o'sha bitovoy texnikalar, televizorlar qiynalib ishlaydi, shuni esda tuting deyman-da. Mana bu yerda 210 stabilizatorsiz normalni bo'ladi. Olib qo'yinglar, maslahatim shundan. Ziyon qilmaysizlar. Uylarda oddiygina tiqib osongina ishlatishga.